narsa qilmaydi. Kechga nima ovqat qilmoqchisiz? Bilmadim. Birorta suyuqroq, yengilroq nimadir ovqat. Men ajrashmoqchiman. Bugun kech bo'ldimi? Ertaga ajrashsan, xo'pmi? Hazillashmayapman. Men ajrashmoqchiman. Menga qara. Men sen o'rtoq emasman. Menga unaqa tupoy hazillarni qilmagin, tushundingmi? Sen cho'ta yana turistskiy seriallarni ko'p ko'ryapsanmi deyman-a? Men sizga xiyonat qilaman. Kim? Kim? Akmal. Ishxona. Telefon bo'lyapti, adasi. Assalomu alaykum jonim. Yaxshimisiz? Kelyapsizmi? Alo. Akmal ishxona, Bobur o'rtoq, Sardor usta deb har xil o'ynashinglar, zaxrat qo'ysanglar. Biz son tayyorla ish olib qo'rar ekanmiz-da. Endi tushundim. Hadeb nimaga telefonimni tikilayverma deyishingiz sababini. Kutib qoldim, vaqtga bo'lib. Ko'klarga tutashdi xufig'onim, qaram tur bulutlar zoru afg'onim.